Hozir bitta qiziq voqeaga biz duch keldik. Bu yoqda qarasak, mashinalar ham ketyapti. Unaqa vahimali nima ham yo'q, mashina ham yo'q, yursa bo'ladi. Lekin nimagadir mana mashina asta ketsa ham signal chalmayapmiz biz ham orqamizdagilar ham signal chalmayapti. Olmab, nima shunaqa? Bilmadim, lekin har bitta mashinani orasida kamida 5-6 metrlik distansiya saqlanyapti. Mana biz orqamizdagi mashina ham ancha uzoqdan kelyapti, ko'rsangiz bo'ladi. Ikkita liniya probka bo'lib yotibdi. Hech kim 3-liniyadan o'tib, oldiga o'tib olishga harakat qilmayapti. Odamlar madaniyat saqlab, mana 1-2-liniyada probka bo'lib kutib turishibdi. 3-liniyaga hech kim o'tib olgani yo'q. 3-liniyani ochiq qoldirishyapti, chunki 3-liniyadan o'tib ko'prikka chiqib olish kerak. Biz hozir ko'prikka chiqmaymiz, to'g'riga ketishimiz kerak. Shuning uchun hech kim 3-liniyaga o'tgani yo'q. 3-liniya bo'm-bo'sh mana. Orqadan kelayotgan mashinalar yo'lda davom etyapti. Biz mana bu yerda kutib turibmiz. O'zimizda zo'rda, men Samarqandda ko'pincha haydayotganimda shu yo'l ochiq turadi. Shu etib o'tadi, pishta oldinga tura oladi. Men o'ylayman, odamlar nimaga kutyapti bular? Yo'q, juda ham nimami shu kallasi yetmayaptimi shu oldinga o'tib olishga deyman-da. Birorta asfalt tugab qolsa ham bizda asfaltni agar o'tib olib ketib qoladi. Prikolda-da. Ha, mayli. Asta-sekinlik bilan-da, bular endi.